Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz qonning tarkibi va qonning vazifalari haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Qon inson tanasidagi suyuq to'qima bo'lib, butun organizm bo'ylab aylanadi. Katta odam tanasida o'rtacha 4,5-6 litr qon bo'ladi. Qonning tarkiblari: plazma 55%, qonning suyuq qismi. U suv, oksillar, vitaminlar, gormonlar va oziq moddalarni tashiydi. Qizil qon hujayralari: eritrotsitlar kislorodni o'pkadan tanaga, karbonat angidrid esa tanadan o'pkaga olib boradi. Oq qon hujayralari: leykotitlar organizmni virus, bakteriya va boshqa kasallik qo'zg'atuvchilardan himoya qiladi. Qon plastinkalari: trombotsitlar qon ketganda ivishga yordam beradi va jarohatni yopadi. Endi esa qonning vazifalari: kislorod va oziq moddalarni hujayralarga yetkazadi. Karbonat angidrid va chiqindi moddalarini olib chiqadi. Immun tizimi orqali organizmni kasalliklardan himoya qiladi. Tana haroratini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Gormonlar va boshqa muhim moddalarni organizm bo'ylab tashiydi. Jarohat paytida qon ivishini ta'minlab, ko'p qon yo'qotishni oldini oladi. Bu galgi videoda ma'lumot sizlarga yoqtirgan umid qilaman va obuna bo'lishni unutmang. Bundan-da qiziqroq videolar hal olindi.